Oilaviy erkakka o'zini teng ko'rayotgan gulg'unchalar, jannati fori keladi sizdan. Nimaga o'zinglarni oilaviy erkakka teng ko'rasizlar? Oilaviy erkakka imkoniyat berasizlar. To'g'ri, u harakat qilgandir, u ko'nglingizdan joy olishga uringandir, lekin ertaga oqibati qanaqa bo'lishini bilasizlarmi? Balki pul uchun rozi bo'layotgandirsizlar ko'p narsaga, lekin ishoninglar, harakat qilsanglar o'zinglar undan ko'pini topasizlar. Minnatli oshdan ko'ra peshonangizdan ter chiqib pul topganingiz 1000 marta afzalroq. Oilasidan kechib sizga hech qachon uylanmaydi. Oilasidan kechib siz bilan bir umr qolmaydi. Oilasidan kechib, oilasini tinchini buzib siz bilan baxtli ham bo'la olmaydi. Ko'pchilik bilaman, pul ilinjida bugungi kunda oilaviy erkaklarga osiladi, oilaviy erkaklarga ko'z suzadi. Ularga ham yoqadi bu narsa, buni tan olib aytish kerak. Agarda meni turmush o'rtog'imga nisbatan shunaqa munosabat bo'lganda, men siz oldingizga bormasdim, men turmush o'rtog'imdan shunchaki kech borardim. Lekin turmush o'rtoqlar, ayollarning turmush o'rtoqlari bunaqa holatda xotinidan hech qachon kechmaydi. Keyingi masalaga qaytadigan bo'lsak, siz oq ko'ylak kiyishni xohlamaysizmi? Oq libosda uyingizdan ota-onangizning duosini olib chiqishni istamaysizmi? Bunaqa orzularingiz yo'qmi sizni? Nahotki shunchalik o'zingizni yerga qo'ysangiz, o'zingizni yer bilsangiz, mayli turmushdan ajragan beva ayollar farzandiga yaxshi ota, o'zi uchun yaxshi suyanch topish uchun oilaviy erkaklarga imkoniyat berayotgandir, lekin ularni ham oqlab bo'lmaydi. Lekin sizlarga uyat. Bir narsani unutmang. Siz zerikkanda boriladigan manzilsiz. Siz zerikkanda eslanadigan manzilsiz va siz shunchaki qo'pol qilib aytganda o'zingizni o'yinchoq qilyapsiz.